Endi sizni telefoningizga iOS 19 obnovleniyasi kelmaydi. Chunki iOS 19 rasman to'xtatildi. Uni o'rniga iOS 26 chiqadigan bo'ldi va buni 3 ta sababi bor. Videoga like bosib qo'yinglar, hozir sizlarga birin-ketin aytib beraman. Birinchi sabab bu Apple mahsulotlari operatsion tizimlari orasidagi tartibsizlikni yo'qotish. Endi iOS 26 chiqqandan keyin WatchOS, macOS ham 26 bo'lib chiqadi. Hammasi har xil bo'lmaydi. Ikkinchi sabab bu yil bilan bir xil qilish. Ya'ni 2025-yilda iOS 26 chiqyapti, 2026-yilda bo'lsa iOS 27 chiqadi. Shu orqali odamlar ham oxirgi obnovleniyani qaysiligini bilib olishligi oson bo'ladi. Uchinchi va norasmiy sababi bu meni o'zimni o'ylashim bo'yicha Apple kompaniyasi 9 sonini yoqtirmasligi. Chunki iPhone 9 ham chiqmagan. Lekin bir tarafdan olib qaraydigan bo'lsa 2015-yili iOS 9 ni taqdim qilishgan. Siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. iPhone telefonlarini ajoyib taklifli va hamyonbop narx bilan openshop.uz saytidan xarid qilsangiz bo'ladi.